Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Ömer ibn Abdülaziz'ninki hayatı hakkında dersimiz devam ediyordu. Bugün Ömer ibn Abdülaziz'ninki türlük nasihatleri ve kemterlikleri hakkındaki bayanlar bilen tanışıp çıkmış. İbrahim ibn Meysere degan kishininki degan bir sözde Ömer ibn Abdülaziz'ninki öz xilafet devrinde bir adamın uğunu görüp bakmagan. Lekin bir qıtım Muaviyani bir adam eyüplep tillaptı. Bunu üç qıtım uğan, üç qamşı uğan dedi. Ama İmam Evza'i rahmetullahi aleyh şundaq dedi. Ömer ibn Abdülaziz özünki aile tavabatıdan aynı vaqtdaki devlet maliyesinden berildiğin xas maaşını keladigan yardımını üzüp taşıdı bu adam. Lekin bular hamda Ömer ibn Abdülazizga bu şahta gap qildi, üzüp etmesen bo'ldi degandek. Yoki ba'san bo'ldi deb ish ketadi. Sen mening milim sizlarga yetmaydi, o'zimning shaxsiy milim ko'p yo'q. Ammo mal bo'lsa davlatning mili. Buni sizlar boshqa Barkil g'iymatdagi eng yiroq bir yerdagi odam bilan o'xshash barobar taqsimotni olasizlar dedi. Barkil g'iymat hamda shu Yamanga yaqin joy nimadan Makkadan 5-6 kilometr yiroqlikda. Hamda Abu Umar shundoq deydi, Umar ibn Abdülaziz Haccajning ayni vaqtidagi chiqargan bir qatim hukm nizomlarini bu kishilarning hukmiga, ya'ni Qur'on sunnatning hukmiga xilof bo'lg'achqa buni rad qilgan deydi. Buni buzib tashlagan deydi. Hamda Yahya al-Ghassani shundoq deydi, bu Umar ibn Abdülazizning valilaridan. Meni Umar ibn Abdülaziz Mevsilga vali qilib bekitganda, Mevsil hozir Iroqda. Bu yerkesin bu şehir nayet uğurluk, bulangçılık nayet köp bir şehir ekan deydi. Şunu öyle Ömer ibn Abdülaziz'ga bu yerdeki bu ahvalatni ma'lum qilib xat yozdim-da ve bunundan hem de bu kishilarni azroq shak gumon qilgan zamatlam tutib, ay tuhmat qarta uraysam, bulsam bo'lamdi. Yoki onun cho'qim dalil isbotini tepib, shu qadimdan davom etayotgan o'g'irni tutsang meli bilan deb dalil isbot bilan bir taraf qilamdim deb xat yozsam, bu zot men xat yozibdi deydi. Endi kishilarni dalil isbot bilan tutgan, bu shariatniki yo'l ko'rsatmasi bo'yicha davom etayotgan udum qoida bo'yicha ish tutgan deb shundoq deydi. Agar ularni haqiqat isloh qilinmasa, to'g'ri bo'lgan qonun nizom isloh qilinmasa, Allah ularni herkes isloh qilmaydi deb. Ya'ni bu odam bu yerdagi islomning asli prinsipidan tavranmagan, maslahatga qarta o'zgartmaganda asli prinsipni. Endi Yahya yana shundoq deydi, men ayta qildim deydi. Mevsildan taqman chiqatmadim keyin masalan valiligini tashlab. Bu shahar eng go'zal, yaxshi shahar bo'lib ketgan edi deydi. O'g'irlik munoyati oz tepiladigan, xalqning tamlarni teshib o'g'irlik qildigan avval munoyati kam tepiladigan bo'lib ketgan deydi. Mevsil bugungi kunda bu shu arab diyarlari ichida, Iroqning ichidagi eng yaxshi, go'zal, odamlar munoyati yaxshi, e'tiqodi munoyati kuchli, yaxshi shaharlarning biri. Hamda Raja ibn Hayva shunaq deydi. Ben bir kun Ömer ibn Abdülaziz'ning huzurida qo'nib qoldim deydi, kech. Shunda chiroqsa lapildab o'chab qoldi. Yenida xizmatchi bor. Dedim men o'q otmayman desam, yo'q. Ular men o'zim qo'pab chiroqni o'chirdi desam, bu odam bir odamning o'zining memini ish qilishi muruvvatdan, axloq adab qoidadan, yo'sundan emas deb, shu moy botulkasini qishig'i qo'pab o'zi ekilib, chiroqni o'chab, mayni qo'yib, yana qaytib kelgan. Abdülaziz deydi, men qopsammi yana Ömer ibn Abdülaziz, qaytib kelsammi yana men Ömer ibn Abdülaziz shu deb shundoq degan deydi. Ham Nuaym bu Ömer ibn Abdülazizning katibi, bu odam deydi, Ömer shundoq deydi. Meni ko'p gap qilishdan meni cheklaydi. Bir xilliqi men podshohning katibi, xalifaning katibi deb meni faxrlanib, bu qilishimdan ensirab, o'ta to'la gap qilishimdan cheklaydi deydi. Endi Makhul degan olim shundoq deydi. Endi qasam qilsammi bo'ladi, albatta rost aytyapman bu yerda. Allohdan eng qo'rqadigan, eng zohid odam Ömer ibn Abdülazizdir. Buningdek Allohdan qo'rqadigan zohidni ko'rmagandim
degan bo'lsa, Said ibn Abi Uruba shunday deydi, Umar ibn Abdulaziz o'limni asliga vaqtida bu odamning badallari titrab ketadi dedi. Hatta shunday bu hammasi bu da'vatgan olimlar shu davrdagi tabiin dağınıq büyük Allah misalihlar. Ömer ibn Abdulaziz her gün kechda faqihlarni yig'atgan. Faqih degan bu ayrim bir berilgan nom, ulamolar ichidagi bir toifa. Aynı davrdagi faqihlar oxirat ilmini ve dünya işleri münasebetli fiqh ilmini bir-biriga bağlagan adamlar aynı vaqtida faqih atılatdı. Bugünküden farklı. Bular hem düşer gün keçte ölümni, kıyametni, davzaq cennet degandek müştah meselelerni muzokara qilishib, ders qilishib, yig'ilishib ketadi dedi. Xuddi bu ularning oldida bir jinoza bordek, bir o'lim yetim bo'lgandek yig'ilishadi. Ubeydullah ibn Ayzar shunday dedi, bizga Umar ibn Abdulaziz Şam'da bir munberde xutba o'qib berdi dedi. So'z o'qib berdi dedi. Layda yasalgan oddiy bir munberga. Shunday deb ey xaloyiq, ishinglarni durust tutib yaxshilanglar. Sizlarning teshinglar yaxshilandi. Oxirat uchun amal qilinglar. Ya'ni qiyomat uchun harakat qilinglar, tirishinglar. Sizlarning dunyo ishinglar kapolatga ega bo'ladi. Onda ensirmisanglar bo'ladi. Bilinglar dedi, bilinglar. Bir adam bilen Hazreti Adem'nin arsıda dadı yokkende, yani demek şu Adem Aleyhisselam'da devirden tatip yaşayıp gelgen bolsa bir adam, bu adam yanıla ölümge çokum gerip da buludu, çokum ölüdü. Esselamu aleyküm deplam hutbunu toxtatkan. Nayet özü tesirlik, nesihitini ayetip adamın kalbine lerzik salıdığan, ahiretki bağlaydıgan müştaq nutuklarını köp kıygan ki. Vehib ibn Varid diye adam şundaktaydı, Benu Mervan, yani Umayyalarniki Mervan ailesi, Mervan cemaati Ömer ibn Abdülaziz'deki eşikten aldığı toplaşıp ular Ömer ibn Abdülaziz'in oğlu Abdülmelik şunday depti. Dadan gap qilgan. Bu dadandan burun xalifeler, padişahlar bizga mal dunyo beretdi. Bizniki huquqimizni tonatdi, bizniki xili obro'yimizni, inovatimizni qilatdi. Dadan o'zing qo'lidagi narsadan bizni mahrum qo'yayotdi, bermayotdi. Dedi, shuning bilan bu bolasi dadasiga qishib kirib, bu avolning hammani so'zlab xabarlandirdi. Umar ibn Abdulaziz debdi, "Dang ularga bolam, dadam mundaq deydi" deb tövendagi oyatni o'qidi. Allohga asi bo'lganda men qiyomat kuni buyuk ig'ir azobdan qo'rqaman, Parvardigorimdan qo'rqaman, shu azobdan qo'rqaman degan oyatda İmam Evza'i deydi, Ömer ibn Abdülaziz şunaq degan. Hamda sizlardan burunqi o'lib ketgan mashhur ulamolarniki so'zlardan sizlar o'zingizning qalbingizni tasdiq qilgan, ko'nglingizni rohat topgan fikrlarni qabul qilinglar. Ular qarshi chiqqan ish bo'lsa, yani ammanglar, yani shularning yo'lida mengil demakda biroq ko'nlarniki. Ular sizlardan bek yaxshidir, ham sizlardan bek olimdir deb shunaq degan. Deyilishçe Cerir aynı vaqtdagi shoir dağınıq. Bu keptide Ömer ibn Abdülaziz'inki eshikni oldida uzun turib ketibdi. Ömer ibn Abdülaziz uning qarab qo'ymabdi. Shunda Avn ibn Abdullah degan Ömer ibn Abdülaziz'inki xos bir odami bor. Bu odamga xat yozib tuvandek she'rni o'qibdi. Bu she'rning ma'nosi tuvandikcha: "Ey sellisninki orqani qo'yib bergan ey o'qirman, bu sening zamoning, mening davrim o'tib ketibdi. Xalifimizga yetkizib qo'ygan, agar ushqishib qolsang, men ishkning oldida bir halqaga bog'langan, bir zanjirlangan odamdek mutabichar turibdiman" degan. Bu xili ko'p she'r bu, lekin shunchalik 5ni keltiribdi-da. Juvayra ibn Asma shunday deydi, Ömer ibn Abdulaziz xalifa bo'lgan vaqtida Bilal ibn Abi Barda degan odam kelib tabriklabdi. Bu odam shuni bilan mundaq debdiki, agar xilofat bir odamga sharaf bo'ldigan bo'lsa, sen xilofatga sharaf qo'shding ey podshohim. Agar xilofat bir go'zallik, zinat bo'lsa, sen bu xilofatga sen zinat qo'shding dedi. Demak, aksichida sen xuddi Malik ibn Asma degan shoir degan kabi deb tuvandagi she'rni o'qidi. Gulga zinat qo'shsan,
Eğer şu huşpurak etlerini tutup kalsan mesela, onunla sen tağı bekrek, onu huşpurak kılıptısın. Mervayitler, bir yüzlerini kursan kılıp güzel kılıversen, lekin sen o sedep mervayitlarga sen özünü koysan degan mezmundaki şiremde Caune degan alim shunday deydi, Abdulmalik ibn Umar ibn Abdulaziz ölüp ketgan vaqtida, Umar ibn Abdulazizning o'g'limda, taqvo salih o'tgan bo'lish vaqti, 20 necha yosh vaqtida ölüp ketgan 20 yoshda. Umar uningga hamd sano aytib rahmat o'qidi. Hamda maslama shunday dedi. Maslama ibn Abdulmalik bu. Amirul Mu'minin agar hayot qilib qolgan bo'lsa, shuni bir valiahd qilgan bo'lsa debdi. Umar ibn Abdulaziz yo'q deb shunday dedi. Demiş qo'yadi hamda sana aytlar o'ylab ketgan vaqtda qayg'urma desa. Mening ko'zimga xuddi hamda dadining ko'ziga balaning hamma qilqini go'zal ko'ringanga o'xshash, bu balamni go'zal ko'rinib qilishdan ansirdaym deb. Ya'ni bu demakchi bo'lgani, mush balam menga taxminat atva bilinib, mushni xalif qilib qo'yishdan ansirdaym demakchi. Gassan shundaq deydi, Azdi qabilasidan bo'lgan bir odamdan rivoyat qilib so'zlab bundaq deydi. Bir odam Umar ibn Abdulazizga shundaq deganki, "Menga bir vasiyat qilgan bo'lsa, yoki nasihat qilgan bo'lsa" deb shundaq desa, o Umar ibn Abdulaziz shundaq debdi. Oddiy kelim so'z qilib, "Men sana davomli Allohdan taqvo bo'lishingni tavsiya qilaman. Taqvolikni har doim afzal bilishingni tavsiya qilaman. Bu vaqtda Japalaring, falaketlaring yo'qaydi, sana Allohdan yordam davomliq har doim uzilmay kelib turdi" deb shunaq degan. Abu Amr shunaq deydi, Usama ibn Zaydning qizi Umar ibn Abdulazizning huzuriga kiribdi. Usama ibn Zayd Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki do'stining do'sti. Sahobining qizida. Umar ibn Abdulaziz bu ayolniki qishiga piyoda minib o'rnidan turib, uni o'zining o'tirgan yerda o'tag'izib oldi, o'tiribdi. Bir podshoh, bir xalifa aytgan bir holatda. O ayolning qanday ehtiyoji bo'lsa, hammasini o'rnab deb bergan. Nimishqa? Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu ayolning dadisini, cho'ng dadisini mening do'stim degan. Bu yerdagi ikrom Payg'ambarimizning do'stining ballariga qilayotgan ikrom, ya'ni Rasululloh qilgan bir hurmat bu. Allohning Rasuliga qilinayotgan bir muhabbat sevgi bu. Hajjaj ibn Ambas shunday deydi, Banu Marwan, ya'ni Marvanilar oilasi, jamoati to'plashib ular bunday deyishibdi-da, podshohning qishiga bir kirsak, undan bir biznes talab qilsak, bizga bir g'amxo'rlik qilgan bo'lsa kerak deb kiribdi-da. Ulardan birisi gap qilib, bu yerda chaqchaq qilibdi bu yerda. Shunda Umar ibn Abdulaziz u odamga qarab, bunday debdi. Chunki u odam o'zining maqsadini chaqchaqqa yo'g'ab yetkizgan maqsadini. Shuning uchun to'plandingmi deb Umar ibn Abdulaziz savol tashlab, bunday debdi-da. Eng nachar qilmishlik so'z bu chaqchaq degan. Uning adovatni urg'un chachadigan bir işte bu. Eğer bu da toplasanglar, bunda gap qilsanglar, Allohning kitobidan qo'yinglar. Ya'ni maqsadinglar bu Allohning kitobi bilan dalillab akilinglar. Eğer bunu da topolmasanglar, sunnatdan, hadisdan akilinglar. Eğer bunu da topolmagan vaqtinglarda hadisning ma'nosidagi hikmatli so'zlarni akilib o'tirib qo'yinglar deb bular nasihat qilgan. İyas ibn Muaviye ibn Qurra shunday deydi. Umar ibn Abdulaziz usta bir sanatkor, bir hunarvanga o'xshaydi deydi. U odamning hamda shu bir asbi kam. Faqat, ya'ni o'zi yordamlashiga odam yo'q. O'zini aytib sanatkor, lekin asablarini aytdi, bozor topqizmoq tas. Chunki yordam beradigan yordamchilarini aytdi. Chunki buning odamniki podshoh jamoatidan raqobatchilar bek kuchli, azordiganlar bek kuchli. Amr ibn Habs shunaq deydi, menga Umar ibn Abdulaziz shunaq degan. Sen bir musulmondan bir gapni anglagan vaqtingda, o so'zni yomonlik tarafga burma. İmkon bor shu so'zni yaxshi ravishda to'g'ri tushunishga tirishib baq. Bir o'zira izlab baq deb shunaq nasihat qiladi dedi. Demak, bundan bu odamning qo'z qornini aytdi, kang
Bir odam ekanligi chiqib turdi. Endi soqchi boshliqi bilan Umar ibn Abdulazizninki voqealigi. Bu qanday voqeadir? Yahya ibn Ghassani shunaq deydi. Umar roziyallohu anhu, ya'ni Umar ibn Abdulaziz bu burunqi xalifa Sulaymon ibn Abdulmalikni Haruriyani o'ltirishdan cheklaydi. Haruriya ayni vaqtdagi shu xavarishlar. Bular Umayyalarga ko'p qarshi chiqqan, ko'p inqiloblarni qilgan, tog'larda chiqib yo'shirinib, nurg'un balo, musibat, falokatlarni tepaganlar. Va mundaq deydi, ularni so'lab qo'ysak bo'ldi, ular tavba qilgan qadar deb o'ltagil qo'ymaydi ekanda. Shundan Sulaymon ibn Abdulmalikning huzuriga bir Haruri, bir xavarishni kelibdi-da, uning Sulaymon mundaq debdi. Nimaga pongva deb so'rgandek savol. Haruri debdi xavarish. Men boshqa gapim yo'q. Sen faqat shu pasiqning bolasi pasiqlam deyman deb xalifani shunaq debdi. Hamda dadasini o'zini pasiqqa chiqargan gapni. Sulaymon darhol ochiq kelib, Umar ibn Abdulazizni to'langlar debdi. Umar ibn Abdulaziz kelgan vaqtida mani gapni anglab baqa degan ekan, bu xavarish yani shu so'zni qayta takrorlab yana tillabdi-da. Sulaymon Umar ibn Abdulazizga shunaq debdi. Qanday qilamiz? Buni degan ekan birda jim turib deb mundaq debdi. Sulaymon mundaq debdi-da. Qanday qilamiz deb javob ber da'vatimiz seni debdi. Degan ekan Umar ibn Abdulaziz gap qilib, sen qanday tilgan bo'lsam shunday tilg'ina men ashtara qaravatime degan ekan. Bundan boshqa yo'l yo'qmi debdi Sulaymon ibn Abdulmalik. Degandan keyin shuni bilan darhol uni o'limga buyurib kallasini otdi. Umar ibn Abdulaziz chiqibdi shu arliqda. Shu arliqda hamda Xolid mushaqdagi hamda eng cho'ng soqchi boshliqi, podshohni qo'g'daydigan, xalifani qo'g'daydigan. Pushqishib qolibdi-da Umar ibn Abdulazizga. Va mundaq debdi: "Umar, Amirul Mu'mininga ashtami demsa, sen qanday tilgan bo'lsa tilla" deb mushtaj javob beryapsiz-ya. Azbiroy Xudo, agar meni seni o'ldiradigan bo'lsa, men ishkilinib qolmaydim. Men hatto metaga seni o'tiramdiki deb o'tirish burib qolamdik deb ensirgandim debdi-da. Agar ashta qilsa, ashta desan qanday qildi desa, albatta ikkilanmay seni o'ldirardim dedi. Mana shu Sulaymon ibn Abdulmalikning davridagi eng cho'ng orduning shu soqchi boshliqi, qo'g'dash bo'limniki boshlig'ida. Hamda Umar ibn Abdulaziz davrida xilofat Umar ibn Abdulazizning qo'liga keldi. Xolid kelib, Xolid shu kona amaldor emasmi? Bu odammi yana shu burunqi mansibida turdi. Qo'g'dash bo'limining boshliq bo'lib. Umar debdi, Xolid qilishni qo'yamda degandan keyin Alloh men Xolidni sen uchun qo'ydim dedi. Yani sen uchun sening rizoligingni ko'zlab, ya Allohim, uni amaldan bo'shatdim. Hamda işte adam o'tiradigan avvalbada buyruqni tizib ijro qilib, uni mangu ko'tarmagan hamda uni yuqori maqom yoki unga mansab bermagan hamda ya Alloh deb. Anda shu atrofdagi butun qo'g'dayotgan askarlarni ko'ziga qarab turib, Amr ibn Muhajir al-Ansari degan odamni chaqirib mundaq debdi: "Amr, sen bilirsan, men bilan sening oralig'ingda hech qanday bir tuqqandochilik yo'q. Faqat islomiy qarindoshlik, tuqqandochilik bor. Lekin sen Qur'onni ko'p o'qiydi ekansan. Sen odam ko'rmaydigan joylarni izlab namoz o'qiydi ekansan. Uning ustiga namozni yaxshi, go'zal ravishda o'qiydi ekansan. Sen uning ustiga ansorlar avlodidan bir odam. Maq qilishni og'in. Men seni mush qo'g'dash bo'limga seni haris qildim" deb shunaq degan. Shuayb degan zot shunaq deydi: "Men olgan xabarda Abdulmalik ibn Umar ibn Abdulaziz o'g'li dadasining qashig'iga kiribdi-da. Kirib, jinim dada, podshohim jon dada, agar Alloh sendan so'roq qolsa, Allohga nima deb javob berasan qiyomatda?" degan ekan. Umar ibn Abdulaziz bundoq debdi. Yo'q, bola shundoq debdi: "Sen bid'atni ko'rsang, bid'atni yo'qotmaysan.
bir sünnetni ya ihya qilmaysan debdi. Dadisi balasiga, jinim balam, Allah sana yaxshi darajalarni, mukofotlarni bersin jinim o'g'lim. Sening bu qavming bo'lsa bu ishni nihoyat murakkab qilyapti. Nihoyat ching to'qinoq qilyapti. Men de ularning shu qo'lidagi narsa biraqli yulib ularni tizdan hal qilishni o'ylasam, bu yerda endi bir yitilib ketib, bu yerda qon ko'p bo'lib ketishdan ansirayman. Ya'ni biraqli bir taraf qilishdan bir yomon oqibat kelishidan ansirayman. Azbiray Xudo mening sababimdan bir qonning to'kilishi shundoq ig'ir keldiki menga dedi. Bu dunyo yo'qolsinki bir qon to'kalmasin mening sababimdan deb shundoq dedi. Shundoq bir kunlar kelishini orzu qilmamsa dadangning shu kunlarda. Dadang shu vaqtda bid'atni yo'qtidi, sunnatni ihyo qiladi. Demak bu nima degan vaqtda bu odam siyosatda tadrijiylikni asos qilgan. Asta yumshoqlik bilan bir taraf qilish orqali siyosat bejirganligi chiqib turyapti. Muammar degan olimning deyishicha Umar ibn Abdulaziz shunaq degan. Bu shu jidal majra munozara deydi. Detalashdan, g'azabdan, tamahur ochko'zlikdan o'zini saqlagan odam haqiqatan najot topa oladi deydi. Bugun biz shu turli oyga chiqmaydigan munozaralarning kezini ko'p tortyapmiz. Millat subtimiz bo'lish subtimiz bilan. Erta ibn Munzir shundoq deydi, Umar ibn Abdulazizga shundoq deyilgan. Sen bir harislarini yaxshiroq ko'paytirib, o'zing bir shaxsiy haris tutib olsang, bir ishonchlik qo'g'diqcha. Bu yemek içmek ishlaringizda sal ehtiyotchan bo'lib, sal diqqat qilsang bo'pti ekan. Endi ensirab o'limidan ensirayotdi-da bu yerda. Degan ekan, bu odam shundoq deydi: "Ey Alloh, bu qiyomatdan boshqa har qanday ishda ensiraydigan ishlab qolsa, ey Allohim, mening bu ensizligimga menga bir eminlik bermagan. Yani şu qiyomatning ensizligidan qutqazgan, lekin dunyoning ensizligidan men xalos qilmagan." Demak bu odam shunga shu o'ziniki kengir siyosati, o'zing yemek içmek, müşten işlerine sel dikkat qilmay bo'lganlik sababidan ulamolarning nazarida Umayyalar jamiyati zaharlab o'ltirgan degan qarash bor. Allohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.